Endi saviyali odam chiqib kontent qilmasa, yo'q, och, bo'sh qozonga kimni kontent aylanadi? Tabiiyki liklik shik kontent aylanadi. Bizning maqsadimiz mana nimaga davlat amaldorlari chiqish kerak deb hisoblayman. O'sha qozonga biz ham tushishimiz kerak. Keyin teng bo'lgandan keyin xalq saralab o'ziga kerakligini olishni boshlaydi. Yo'q narsada bundoq qo'lini tiqsa-da, haligi qop ichida sport lotoni olardik-ku, o'sharam, busharam shik bo'lib chiqaversa, u qo'liga nima shart chiqsin uni? Tanlov imkoniyati bo'lsa, keng bo'lsa, ko'p bo'lsa, ana undan keyin saviyam o'zgarishni boshlaydi. Herolar deydi, qahramonlar almashinuvida. Masalan, bundan 100 yil oldin jamiyatda shoirlar, olimlar, fuzalolar, jadidlar jamiyatda oldi bo'lgan. Ya'ni hamma etalon sifatida ko'rib, bolam shunday bo'lsin deydigan taqlid qiladigan. 70-80-yillarda yozuvchilar va jurnalistlar shunaqa to'pga chiqqan. Mustaqillik davrida afsuski artistlar, san'atkorlar chiqdi-da. Universitetlar bilan uchrashuvlarda ham artistlar, ovqat pishirishni o'rganayotgan ham artistlar, maslahat beradigan ham artistlar, hamma e'tibor bersangiz o'sha avlod san'atkor bo'lishga taqlid qildi. Ovozi bo'lsa ham, bo'lmasa ham pul berib ashula aytdi, kinoga tushdi, mashhur bo'lish. Mana yangi siyosat, ochiqlik, tadbirkorlik rivojlanishi, tadbirkorlik va oxirgi 3-4 yil, 5 yil nimagadir mana blogerlik. Ya'ni bu har doim zamondan zamonga o'zgarib keladi. Saviya masalasi. Faqat bu joyda olimlarni, ziyolilarni, doktorlarni aybi va vazifasi biz jamiyatda borligimizni ko'rsatib turishimiz kerak. Agar biz jim tursak, mikrofonni ular bermaydi. Ba'zi mikrofonni olib turishimiz kerak. Xalq keyin tanlab kim orqasidan ergashishni qarorini berish kerak. Mana bola tarbiyasi haqida, bolalardagi qiyinchilik haqida aytdingiz-ku. Nega? Chunki miyani o'stiradigan, rivojlantiradigan boshqa kontent bo'lmaganligi uchungina bolamiz hozir manqurt bo'lib qolyapti. Kompleks masaladan bu joyda.